Assalomu alaykum obunachilar. Navbatdagi darvozamizni qahva restorani yoniga o'rnatdik. Mana ko'rib baho berasizlar. Har doimgidek 1 lis, profillar 2-1, taylar shverlar 8 ga 8 3 tenadan. Arqa taraflari part qilingan. Mashina qilib eshitadan part qildik. Havasini tepalari hozir mana ochib ham ko'rsatamiz darvozani. Shogird otingchi darvozani. Ishlari kimga shunday sifatli hisob narxlarda kerak bo'lsa telefon qilib berasizlar nomerlarga. Xohlasa qo'ldan kelgancha sifatli qilib chuqur berishga harakat qilamiz. Nasib bo'lsa. Manzil Temir bozorda yoniga ishxonamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat kattakon. Like, kommentariya ayamaysizlar.